Hi everyone, welcome to the Language Training Center, a new concept English video classroom, and I'm Oblajan. Today we will learn lesson 43, hurry up. Okay. Saodatli yaxshimisizlar? Endi bugungi 43-darsga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugungi darsda hurry up degan mushtekni o'rganmoqchi. Bo'lsa bundan keyin bir necha muhim nuqtalar va kitoblarniki naqd shu 43-darsni ichib, shu billa mushnalardan mas qadamda o'rganib maqsanlar. Mas qadamda o'rganib maqsanlar. Xo'sh, Allohda boshdan shu yangi so'zlarni o'rganib, new words. The first one is of course. Okay? Of course. Of course. And ma'no o'qiganda sog'lar of course deb olajak bo'ladi. Of emas nima desanlar, birinchi tavsima ikkinchi tavsima v. Endi men talaffuz qilganda, men ustingi tishlarimni ostdan qilib yozroq, dachlayroq v. Of course. Yaxshi. Of course. Xo'sh, endi of course deganimiz nima desanlar, albatta degan gap, ha? Okay. Albatta, such as like certainly sure. And the musharaka certainly sure and the yaqinlash ma'noda so'zlar. Masalan, certainly bilan mashqisi o'xshash, and buni farqini ma'nosi certainly bir qadar hamda rasmiyroq so'rovlarga ishlatildi. Masalan, mashqlar ham ishlatgan, masalan, of course deb ishlatsa, yaqin og'inlar bo'lib qolsa, of course, o'ychadaq yo'q deymiz, nima albatta bo'ldi. And the certainly degan jo'ri sanlar, hamda masalan, shikaylarning munosabatida yaqin tanishgan. Biz mesela Uyg'ur tilida bir sizlarga yaqin tanishganda adash o'zlari siz deymiz-ku, endi yaqinlar hada qandaroq tuding, senpen deb ketamiz-ku. Demak, endi musharaka certainly deganimiz bir qadar rasmiy holda ishlatiladi. Masalan, of course qaraganda certainly. Endi men sure degancha jazman, cho'qim degan ma'noda. Okay, of course, certainly, sure degandek. So can you read this word? Okay, and the bu so'zni o'qiy olamsiz? Can you read this word? Of course I can. Shunami? Yoki certainly I can. Xo'sham musharaka certainly deganimiz albatta degan gap bo'ldi. Shunami? Albatta. Yoki nima desanlar? Masalan, of course it's impossible. It's absolutely impossible. Okay, of course, albatta. U nima? Absolutely. And the boy absolutely deganimiz nima desanlar? Jazman. Of course, absolutely impossible. Faqat qanday qilmaydi? Mumkin bo'lmaydi. Impossible deganimiz nima? Mumkin bo'lmaydigan degan gap. Nothing is impossible. Bu hamda mumkin bo'lmaydigan yo'q deymiz bu hamda. Shundan keldi. Impossible. Possible? Impossible. Okay. The next one is a boil. Okay, and my OI, nima oy deb o'qildi. Shunami? Boil. Okay, a boil. And the boil deganimiz qaynatmoq degan gap. For example, boil some water, azroq suv qaynatmoq, boil an egg, tuxum pishirmoq, boiled water, nima qaynatilgan suv. Endi misharga boil degan qaynatilgan bo'ladi. Boil qaynatmoq. Qaynatmoq. Boil the water for the tea. Chai uchun qanday qilish? Suvni qaynatish. Boil the water for the tea. Nima uchun? Chai uchun qanday qilish? Suvni qaynatish degan gap. Okay, we can boil the fish for dinner. Endi biz mush kechki tomoq uchun mushu qanday qilsak bo'ldi? Beliqni pishirsak bo'ldi, qaynatsak bo'ldi. Demak, endi boil degan qaynatmoq deganda boil the meat bo'lsa, go'shtni pishirmoq. Go'shtni pishirib nima qildi? Make soup. Okay, soup. Soap emas, soup. Boil. Endi ingliz tilida yana mana bir gap bor. Boil somebody's blood. Okay. Yoki make someone's blood boil. Shunami? Make someone's blood boil. Endi men yerga make lashtumaq, demakchi menda qilmoq shunami? Yoki yasimoq. Blood boil, blood deganimiz nima? Qon, boil qaynatish. Demakchi birisining qinini qaynatish. Bu nima desanlar, birisining qinini qaynatish ochiqni keltirgan bo'ldi, shunami? Make one's blood boil. Demak birisiniki qinini qaynatmoq. Demakchi ochiqni qanday qilish? Keltirmak. Make one's blood boil. Make one's blood boil. Okay, endi bu yerga boil deganimiz hamda shu qaynatmoq bo'ladi.
Okay, next one is kettle. Kettle. And the kettle deganimiz nima savolashdim sharika kettle. Kettle deganimiz masalan, bu choy qaynatadigan chaynak nima deymiz? Kettle deymiz. Kettle. Kettle. Choy qaynatadigan chaynakni kettle. Masalan, the kettle is boiling and the choy qaynaydi deymiz. And the chaynak qaynab ketdi. İngliz tilida deb ishlatadigan kettle is boiling deb ishlatadi. Demek endi choy qaynab ketdi, choy qaynayotdi degandek. Demek endi buningdagi choy qaynayotdi demakchi bo'lgani, endi kettle is boiling. Demakchi shu choy qaynaydi degan gap. And the teapot. Endi bu kettle bilan teapotning farqi, kettle degan choy qaynatadigan chaynakimiz, shundaymi? Masalan, sovuq suvni. Endi bu teapot deganimiz endi qaynab bo'lgan suvga choy silib, damlaydigan chaynak bo'lsin, nima? Teapot. Tea deganimiz choy, shundaymi? Vaqalatli choy bo'lamdi va yoki damlagandek choy bo'lamdi, shuni tea deymiz. Pot deganimiz ham bir qozon yoki bunda bir ko'rishkidek narsa shu pot deymiz. Teapot. Demak hamda choy qaynatadigan qaynak. Okay, masalan, there is a kettle on the electric cooker. And mish electric cooker deganimiz tok uchqa. Tok uchqining ustida bir tal nima bor? Chaynak bor. Demakchi there is kettle on the electric cooker. On the electric cooker. And then there is a nice teapot. Okay, I'm the beginning da yaxshi bo'lgan bir choy chaynak bor. Teapot. Okay, teapot. Okay, and I can see the teapot, but I can't see the tea. And the misharki, I can see the teapot. And the man choy chaynakini ko'ra oldim, lekin nimani ko'rolmadim, but I can't see the tea. Biroq and the chayni ko'rolmadim. Demak, endi biz ham teksimizda bo'lgan bir parcha. I can see the teapot, but I can't see the tea. Mani ko'rolmadim, lekin nimani ko'rdim? Ko'rdim. Degandek teapot choy chaynaki, kettle. Kettle deganimiz nima? Kettle deganimiz choy qaynatadigan chaynak. You know, there is some tea in the teapot. Hamda choy chaynakning ichida ozroq nima bor? Tea, choy bor. All right, next one is behind. Okay, next one is behind. Okay, behind deganimiz keynida degan. Behind. Qarasanglar bu rasmda avu seriq rangli qor, qizil rangli qorning keyinda ekan, shunami? Buni nima deymiz? The yellow car is behind the red car. Okay. Avu seriq rangli mashina, qizil rangli mashinaning keyinida. The yellow car is behind the red car. Red car. Shunami? Qizil rangli mashina, yoki seriq rangli mashina nimasining nima? Keyinida. Behind. Behind deganimiz nima bo'ldi? Keyinida. Okay. Another example is he is sitting behind me. U mening keynimda qanday qilyotidi? O'tirib. He is sitting behind me. O mening keynimda o'tirib. He is sitting behind me. O mening keynimda qanday qilyotdi? O'tirib. Okay, masalan, the new house is behind the bank. Bu yangi uy na'ning keyinda? Bankning keyinda. The new house is behind the bank. Nimaniki? Bankninki nimasidan keyinda. Okay, demak behind deganimiz keyinda. And yana bir example qaranglar. Please put the basket behind the door. Bu sivatni ana eshikning keyinda qo'ying. Demakchi behind the basket, behind the, no, put the basket behind the door. Okay, demak behind the narsalar keyinda. Now, cho'rsam at present yoki right now. Emismi hozir degan gap bo'ldi. Now we must away. Hozir biz you must away endi menishimiz kerak yoki sirtqa ketishimiz kerak degan bo'ldi. So what are you doing now? Well, hozir nima ish qilyapsiz? So now I can start our class. Okay. Amsabillah amdi dars boshlaydi. Endi o'sha ingliz tilida kamda Uyg'ur tiliga amdi hozir deymiz-ku. Ham o'sha nima deymiz? Now. Now we can start our class. Hozir darsni qanday qilaylik? Boshlaylik. Now. Okay. Keyingisi nima? There are many police out now.
Okay, hamda hozir nurg'un saqchilar ekan, sirt ekan. Now there are many police out now. Okay, next one is find. Find. Find deganimiz nima? Masalan, tapmaq degan gap, So where can we find ice cream? Where can we find ice cream? And biz marojni nadan topa olamiz? Where can we find ice cream? Where can we find ice cream? Okay, and the find deganimiz hamda topmaq bo'ldi. So I hope you to find a new job. And then men sizningki bir nima qilishingizda bir yangi xizmat topishingizga qanaqa umid qilaman. I hope to find a job bo'lsa xizmat topmoq. Okay, so can you find a new restaurant here? Siz bu yerda bir yangi bir restoran topa oldingizmi? Restoran deganimiz tamoqxona, oshxona shunami? Oshxona topa oldingizmi? Yoki topa olamsiz? Can you? Okay.